Tushda g'ilof ko'rishning ta'birlari. Tushda g'ilof ko'rishning ta'biri turli xil ma'nolarga ega bo'lishi mumkin. Umuman olganda, tushlar shaxsiy holatga va hissiyotlarga bog'liq. Ammo tushda g'ilof ko'rishning ba'zi umumiy ta'birlari quyidagilar bo'lishi mumkin. Himoya yoki xavfsizlik. G'ilof odatda nimanidir himoya qilish uchun ishlatiladi. Tushda g'ilof ko'rish sizni xavotirga solayotgan yoki himoya ehtiyoji sezayotgan biror narsa bo'lishi mumkin. Bu o'zingizni hayotingizda himoya qilishga yoki ba'zi qiyinchiliklardan saqlanishga ehtiyoj borligini ko'rsatishi mumkin. Yashirinlik. G'ilof narsa yoki obyektni yashirish uchun ishlatilishi mumkin. Tushda g'ilof ko'rish siz yoki atrofdagilardan biror narsani yashirilishi yoki sir bo'lib qolayotganini bildirishi mumkin. G'ilofni yangilash yoki o'zgartirish ba'zi yangi boshlanishlar yoki tayyorgarlikni anglatishi mumkin. Bu yangi bir ishga tayyor bo'lish yoki o'zingizni yangilash va o'zgartirishni xohlayotganingizni ko'rsatishi mumkin. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.